oziq-ovqat do'konini montaj, demontaj uchun olganmiz. Oldingi chiroqlari 36 vattdan bo'lgan, hozir hammasini 48 vattga almashtirib beryapmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, 36 vatt eski chiroqlarni hammasini almashtirib beryapmiz. Bu yoqda shu tomonda 32 ta xolodilnik turar ekan. Bu ob'yom juda ham katta, o'shaning uchun simlarni ham polni almashtirib beramiz. Eski montajlarida shitlarni alohida yig'ib ketgan ekan. Ya'ni do'konga bo'linganmi deyman. O'shaning uchun mana bitta shitimiz. Yana xudo xolisi bularni hammasini bitta shitga yig'ib beramiz, chiroyli qilib. Mana bu yoqda ham ko'rishingiz mumkin. Mana patolog qismimiz polni gips karton bo'ladi. Gips karton bo'lgandan keyin bu yoqqa ham polni montaj ishlarini qilib beramiz. Hozir ichkaridan simlarni o'qizib ketyapmiz, konditsionerlarning simlarini. Mana ko'rishingiz mumkin. Yana bu yoqda отдельный shit. Bu shitdan alohida ortuvchi simlar chiqarib tashlagan ekan. Ya'ni razvedkaga, kulchatorga hammasini aralashtirib tashlagan. O'shaning uchun bularni ham yechib, xudo xolisa bitta shitga yig'ib beramiz. Yana bu yoqda xonalarimiz bor, montaj qilinadigan. Bu yoqdagilarni ham mana hammasi 36 vatt, bularni ham 48 vattga almashtirib beramiz. Xo'p, ob'yomni ko'rishingiz mumkin. Bu xonani polni chiroyli qilib yoritib beramiz, xudo xolisa. Bitgandan keyin bitta video bo'ladi.